Siz to'g'ringizdagi oxirgi o'y-xayollari qanaqa edi? Kelinglar shu mavzuda ko'rib olamiz. Uni oxirgi o'ylari siz to'g'ringizda qanaqa bo'ldi? Demak, bu videoni qachon ko'rishingizni umuman ahamiyati yo'q. Demak, qachon ko'rgan bo'lsangiz ham именно ana shu vaqtga to'g'ri keladi siz uchun. Bugun ikkita variant qilamiz. Mana bu kartalarimiz bizda birinchi variant. Mana bu kartalarimiz bizda ikkinchi variant. Ko'nglingizga yoqayotgan kolodani tanlang hamda biz ko'rib olamiz. Yaxshi ko'rgan insoningizni oxirgi siz to'g'ringizdagi o'ylari qanaqa bo'lganini. Xo'p, sizlar bilan demak Rohiba Taro shaxsiy bog'lanish uchun nomerimni eslatib o'taman. 90lik 930 0907. Telegram, WhatsAppdan javob beraman. Demak, ko'rib olamiz. Yaxshi ko'rgan insoningizni siz to'g'ringizdagi oxirgi o'y-xayollari qanaqa edi? Ritsar mechey kartamiz. Demak, ko'rishimiz mumkin. Ritsar mechey bizda aloqaga chiqishlikni ko'rsatadigan karta hisoblanadi. Sizga demak, o'sha aloqaga chiqishlik to'g'risida bu yerda o'sha qandaydir sizga demak nimadir berish, sizdan yoki nimadir olish to'g'risida bu yerda o'ylaganini ham ko'ryapmiz. Ritsar mecheyimiz bizda demak tezlik kartasi hisoblanadi. O'sha tezlik bilan sizga aloqaga chiqishlik yoki sizdan o'sha yetishmayotgan mehrini olish yoki demak sizga nimadir berish bu yerda o'y-xayollari to'g'risida o'ylaganini ko'rmoqdamiz. Demak, Karta Diavol bizda demak nimani anglatadi? Bu o'y-xayollarda deganimizda qanday tushuntirib bersam ekan? Nima uchun men senga bu qadar bog'lanib qolganman? Nima uchun biz demak bir-birimizga bunchalar bog'lanib qolganmiz? Mana shunaqa o'y-xayolni ko'rsatadi. Chunki demak ko'rayotgan bo'lsangiz, naq shaytonni o'zi sevishganlarni zanjirband qilganini ko'rsatadi bu kartamizda. Demak, bu inson sizga juda ham qattiq bog'lanib qolganligi to'g'risida o'ylaganini ko'ryapmiz. Uning oxirgi siz to'g'ringizdagi o'y-xayollari tuz pentakl kartamiz. Agar demak sizni o'rtangizda tortishuv holati bo'lgan bo'lsa, o'sha siz tomonga qadam tashlashlik to'g'risida bu yerda o'ylagan. Tuz pentakl kartamiz chunki bizda demak novaya nachalo, ya'niki yangi boshlanishlikni ifoda etuvchi karta hisoblanadi. Qandaydir o'sha sizga demak sovg'a salom olgan holatda deymizmi, qandaydir nimadir qilish to'g'risida, nimadir yoki olib berish to'g'risida bu yerda ham ahamiyat bering. Yigitimiz demak tangalarni berayotganini ko'ryapmiz. Bu bizda demak beruvchi insonni kartasi. Sizni agar o'sha xafa qilgan bo'lsa, munosabatlaringiz bu yerda to'xtagan bo'lsa, sizga demak qandaydir sovg'a salom orqali yo'l topish to'g'risida bu yerda o'ylaganini ko'ryapmiz. Oxirgi o'y-xayollari karta sila. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, demak qizimiz bu yerda sherni quchoqlayotgan holat tasvirlangan. Ya'niki o'sha sizni bo'yningizni egish, nima desam ekan, ayyorona, go'yoki unda hech qanaqa ayb bo'lmaganday qandaydir sizni bo'ysundirish to'g'risida bu yerda o'ylaganini ko'ryapmiz. Karta sila hamda bizda demak mana ikkita eng asosiy karta ehtiroslarimiz tasvirlangan. Bu yerda siz to'g'ringizda o'ylaganda mana shunaqa ehtiros to'g'risida ham o'ylagan. Aytaylik, demak qachon erishaman men bu insonga degan o'y-xayollari bo'lganini ko'ryapmiz. Siz to'g'ringizdagi demak oxirgi o'y-xayollari pajezlofimiz ham bizda demak interes, qiziqish, kuzatish kartasi hisoblanadi. Informatsiya yig'ish kartasi. Demak, sizga qiziqish, hayotingizda nima bo'lyapti, nimalar qilyapsiz? Mana shunaqa demak qiziqish bilan o'ylaganini ko'ryapmiz. O'sha agar munosabatlaringiz to'xtagan bo'lsa, demak mendan boshqasi paydo bo'lmadimi? Menga xiyonat qilmadimi? Mana shunaqa qandaydir alamli deymizmi, bu yerda o'y-xayollari bo'lganini ko'rsatadi bizga bu kartalarimiz. Siz to'g'ringizdagi oxirgi o'y-xayollari Peterko pentakl kartamiz. Bu yerda demak o'sha ko'proq birinchi variantda munosabatlari hozirda krizis bo'lgan insonlar o'ylagan. Chunki Peterko pentakl kartamiz bizda krizisni ko'rsatadi. Munosabatlaringizdagi demak chiqib keta olmayotgan qandaydir bir holatingiz bo'yicha ham o'ylaganini ko'rsatadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, insonlar sovuqda, ko'chada qolganini ko'ryapmiz. Demak, munosabatlarni mana shunaqa
qandaydir demak nima desam ekan, vaziyat, chiqa olmaydigan qandaydir vaziyatingiz bo'yicha bu yerda o'ylaganini bizga ko'rsatadi. Storingizdagi o'y-xayollar. Lekin demak tuz michey kartamiz bizda aniq-tiniq qaror qabul qilish o'y-xayollarida ekanligini ko'ryapmiz. Siz borangizda tuz michey kartamiz bizda demak aloqaga chiqaman, gaplashib olaman, hal qilib olaman, uyoqli buyoqli qilaman. Bunaqa demak mana bunaqa krizisda, mana bunaqa demak biz munosabatlarimiz bunaqa holatda bo'lishi kerak emasligini bizga ko'rsatadi. Xo'p, demak siz storingizdagi oxirgi o'y-xayollari. Karta zvezda bizda demak o'sha masofani ko'rsatadi. O'rtangizdagi demak masofa to'g'risida bu yerda o'ylaganini hamda karta zvezda bizda internet tarmog'i orqali kuzatishlikni ham ko'rsatadigan karta hisoblanadi. Demak, ko'rishimiz mumkin, o'sha sizni internet tarmog'ida kuzatib, bu yerda demak sizni hayotingizni kuzatayotgani aniq. Jezlov kartamiz, karta zvezda. Demak, internet tarmog'i orqali ko'proq sizni hayotingizni kuzatayotganini ko'ryapmiz. Oxirgi o'y-xayollari munosabatlaringizdagi demak krizisli holat to'g'risida o'ylayapti. Qanday demak yo'l tutish kerakligi to'g'risida, lekin bu yerda aniq-tiniq aloqaga chiqadi. Munosabatlar pauza degan inson bo'ladigan bo'lsa, aniq-tiniq bu yerda yoki u yoqli yoki bu yoqli qilaman deb munosabatda aloqaga chiqishlikni o'ylayotganini ko'ryapmiz. Xo'p, demak bu birinchi variantimiz edi. Birinchi variant sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, demak like, podpiska bilan qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolgan bo'lar edim. Xo'p, ikkinchi variant xush kelibsizlar. Demak, ko'rib olamiz. Ikkinchi variant o'ylagan insoningiz, qalbingizdagi insoningizni siz storingizdagi oxirgi o'y-xayollari qanaqa edi? Oxirgi marta siz storingizda qanaqa fikrlarda o'yladi bu inson? Demak, туз пентакль, вау, страшный суд, шестерка кубков. Bilasizmi bu inson nima to'g'risida o'ylagan? Bu inson шестерка кубков kartamiz ko'rayotgan bo'lsangiz, bu bizda o'tmish kartamiz hisoblanadi. Bu yerda o'sha o'tmishingizdagi qandaydir bir demak iliq munosabatlarni, iliq demak sog'inch kartamiz ham hisoblanadi. Sog'inch bilan o'ylaganini ko'rsatadi bizga bu kartamiz. Demak, o'sha shirin xotiralar, qandaydir bir birgalikdagi bo'lgan munosabatlaringizni bu inson o'ylaganini ko'rsatadi. Strashniy sud kartamiz ham bu bizda demak karta перемена kartasi hisoblanadi. Ya'niki hayotni qanday tushuntirib bersam ekan, qiyomat kartasi, savol-javob kartasi. Munosabatlardagi demak qandaydir bir mana shunaqa og'riqli tochka deymizmi, yoki u yoqli yoki bu yoqlik bo'lish to'g'risidagi o'ylovni ko'rsatadi bizga. Bu yerda demak ko'rishimiz mumkin, storingizdagi oxirgi o'y-xayollari sizni qandaydir shirin xotiralaringizni o'ylaganini ko'rsatadi. Tuz pentakl kartamiz esa bizda demak shans kartasi hisoblanadi. Ya'niki imkoniyat, qandaydir demak imkoniyatlar to'g'risida ham bu yerda o'ylaganini ko'rsatadi bizga bu kartamiz. Ya'niki qanday demak imkoniyat bo'lishi mumkin bizda, qanday yana yo'l tutishimiz mumkin degan o'y-xayollarda bo'lganini ko'ryapmiz. Demak, siz storingizdagi oxirgi o'y-xayollar. Karta zvezda bu inson bilan siz o'rtangizda masofa, bu inson bilan o'rtalaringizda aniq-tiniq masofa. O'rtada o'sha ko'pchilikda bu yerda pauza bo'lmasa ham o'rtasida masofa. O'sha demak masofa sabab o'tmishni sog'inishlikni ko'ryapmiz. Demak, oxirgi siz storingizdagi o'y-xayollari. Dvoyka michey. Demak, ko'rishimiz mumkin, bu yerda o'sha tanlovlarda turganlikni o'ylayapti. Qanday yo'l tutsam qanday bo'ladi? Demak, mana bunaqa yo'l tutishim kerakmi yoki bunaqa aloqaga chiqishim kerakmi? Demak, men qadam tashlasam u qanaqa reaksiya bildiradi? Yokida demak shu yerda to'xtatganim ma'qulmi? Demak, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, qizimiz ko'zi yopiq holatda qilichlari bilan to'sinib bo'lganini ko'rsatadi. Ya'niki u o'ylash jarayonida ekanligini. Munosabatlaringizga doir juda ham demak chuqur analiz, chuqur o'y-xayollarda ekanligini ko'ryapmiz. Siz storingizdagi demak oxirgi o'y-xayollar ikkinchi variantni. Paj kubkov, lekin demak ko'rishimiz mumkin iliqlik bilan bu yerda o'ylayotganini. Pajimizni qo'lida ahamiyat bering. Kubkoviy karta bor.
kubiklarimiz bizda nimani anglatadi? Demak, emotsiyalarni, tuyg'ularni anglatadi. Mana shunaqa demak tuyg'ularini bu inson qanday ifoda etish to'g'risida o'ylayotganini ko'ryapmiz. Siz to'ringizdagi oxirgi o'y-xayollari karta справедливость, lekin bu yerda demak analiz jarayoni, ya'niki holatni taroziga qo'yish jarayoni ketayotganini ko'ryapmiz. Demak, man harakat qilsam, boya aytdim-ku, judayam ikkilanish. Mana ikkita kartamiz bu yerda taroziga qo'yishlik, ikkilanishlik holati, demak qaror qabul qilishga qiynalayotgan holatini ko'rsatadi. Demak, oxirgi siz to'ringizdagi o'y-xayollari. Lekin baribir bu inson o'zini tushunyapsizmi qanday holat ketyapti bu yerda? Aql boshqa holatni gapiryapti bu insonga, ko'ngli boshqa holatni gapiryapti. Demak, o'sha aqlan ish tutishni ham o'ylayapti. Karta справедливость, chunki bizda demak analiz kartasi hisoblanadi. Bu yerda o'sha insonimiz his-tuyg'ulari hamda demak aqlan bu yerda kurashda, tanlovda ketayotganini ko'rsatadi. Siz to'ringizdagi oxirgi o'y-xayollari troyka jezl, lekin o'sha qaror qabul qilish siz bilan bog'liq, demak qarorlar qabul qilish to'g'risida ham bu yerda o'ylayapti. Chunki bizda dvoyka mechey, dvoyka jezllar tanlovda turish, уже troyka jezlda qaror qabul qilinib qadam tashlashlikni ko'rsatadi. Xo'p, oxirgi o'y-xayoling. Shestyorka mechey nima bilan bog'liq? Lekin yo'li sizga qaratilinganini ko'rsatadi. Mana shestyorka mechey ko'rayotgan bo'lsangiz, demak bizda kelishlik kartasi. Nimaga kelyapsan deb ko'rib olaman. Koroleva jezl tasvirlangan. Demak, yo'li bu ayol kishiga qaratilinganini ko'rsatadi. Demak, sizga o'sha qadam tashlashlik to'g'risida bu inson qarorini qabul qilish to'g'risida o'ylayapti. Mana shu, lekin qarori siz tomonga kelishlik, ya'niki qadam tashlashlik, shans, imkoniyat to'g'risida bu yerda o'ylovi bor. Ya'niki munosabatlarni mana shunaqa davom ettirish, munosabatlarga qandaydir imkoniyat berish to'g'risida bu insonning o'y-xayollari to'lgan ekanligini ko'ryapmiz. Xo'p, sizlar bilan demak Rohiba Taro bo'ldi. Yana qaysi mavzularga ko'rishni xohlaysizlar? Bemalol kommentariyada ko'rsatib o'tinglar.